Uyimni fasadini travertin qildirmoqchiman. 100 metr kvadrat chiqadi. Shu 100 metr kvadrat fasadimni qildirish uchun qancha summa ketishi mumkin? Bu savolingizga qisqa qilib, chiroyli qilib ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi gruntovka ishlari qilinadi. Bu gruntovkamizga 250-300 ming so'm atrofida pul ketadi. Ikkinchi qiladigan ishimiz voda emulsiya. Ya'ni travertinni rangidan kelib chiqqan holda voda emulsiya uriladi. Bu voda emulsiyamiz ham 500-600 ming so'mlar atrofida kelib chiqadi. Keyingi bosqichimiz travertin sepish jarayoni bo'ladi. 100 kvadrat devorlar o'rtacha hisobda 10 chalak travertin ketadi. Ya'ni eng sifatli travertinlarimizdan 2,5-2 milyon 700 atrofida mablag' ketadi. Keyingi jarayonimiz lak sepish jarayoni bo'ladi. 100 kvadratimizga 10 kilo lak ketadi. Ya'ni lak narxına keladigan bo'lsak 650-700 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu jarayonimizni chiroyli va sifatli chiqishi uchun ustalarimizni xizmat haqqına keladigan bo'lsak 50 ming so'mdan 100 ming so'mdan bu atrofda bo'ladi. Umumiy olgan holda ustalarimizni xizmat haqqi 1 kvadrat uchun 50 ming so'mdan 100 ming so'mdan hisoblanadi. Keling o'rtacha hisobda 70 ming so'mdan hisoblayversak, ya'ni 100 metr kvadrat uchun 7 milyon so'm pul bo'ladi. Umumiy hisobda oladigan bo'lsak 100 metr kvadrat devorimizni to'liq bitkazish uchun 12-15 milyon so'm atrofida tushadi. Ergash aka, juda chiroyli qilib tushuntirdingiz. Hozirgi aytgan narximiz materialimizni sifat darajasini qanday ta'sir qiladi yoki sifatli yoki sifatsiz material bo'yicha hisobladingizmi? Doğru savol berdingiz. Ya'ni men 10 yildan bana o'zimni tajribamdan o'tgan Silkoat kompaniyasining mahsulotlari bilan hisobladim.